Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Pythonda, ya'ni Django Web Framework'da modellar bilan ishlashni ko'rib o'tamiz. Avvalambor, birinchi o'rinda terminalni ochib olaylik. Bu yerdan birinchi o'rinda o'sha loyiha papkasini ishga kirib olishimiz kerak. Menda Dedis ichida baza nomli papka bor va buning ichiga kiramiz. Buning ichida yana bitta papka yaratamiz. Ya'ni papkaning nomini model deb nomlab qo'yaylik. Modelni ichiga kiramiz. Ichiga kirib, Django'ni o'rnatamiz. Django o'rnatildi. Endi virtual muhitda ishga tushirishimiz mumkin. Ishga tushirganimizdan keyin Django loyihasini yaratamiz. Ya'ni endi app ham yaratib olishimiz mumkin. New step nomlaymiz appda. Ko'rib turganingizdek hech qanday xatoliklar yo'q. Endi ma'lumotlar bazasini yaratish uchun Python manage_by va bunda migrate komandasini kiritamiz va bu yerda ma'lumotlar bazasi yaratiladi. ls bilan ko'rishingiz mumkin. Mana ma'lumotlar bazasi yaratildi. Endi bizga Visual Studio Code'ni ochib olamiz. Buni ichida file bo'limi tanlab, open folder tanlaymiz. Bu yerdan o'sha bazani ichiga kirib, model papkaning ichida Weber papkani tanlaymiz. Buni ichida quyidagicha o'zgarishlar kiritishimiz mumkin. Config ichiga kirib, settingsga kiramizda birinchi o'rinda appni bog'lashimiz kerak. Ya'ni installed apps ichiga news app nomini kiritdik. Keyingi qism news ichiga kiramizda models ichiga kirib, mana bu qismda bitta model yaratamiz. Modelda masalan class post nomli model yarataylik. Bu models.model dan works deb olsin. Buni ichida title nomli bitta o'zgarish yaratamiz. Ya'ni bu models.charfield, ya'ni belgilar ketma-ketligidan iborat bo'lsin. Buni o'lchamini max length = 50 ta qilib qo'yaylik. Keyin esa text deymizda bu ham models.textfield deymiz. Ya'ni belgilar ketma-ketligi faqat ko'proq ma'lumotlar o'z ichiga olsin. Buni saqlab qo'yamiz. Buni saqlab mana bu qismga o'tamizda Python manage_by make migrations, ya'ni o'zgarishlar saqlashimiz kerak. Ya'ni post modeli yaratildi deyapti. Endi xuddi shu komanda uchun migrate bazani ishga tushiramiz. Endi qiladigan ishimiz yana Visual Studio Code'ga qaytib, bu yerdan admin.py ga kiramizda postni chaqirib olamiz. Model sifatida .models import post chaqirib va mana quyidagi komandani kirishimiz kerak. Admin site register, buni ichiga post deb yozamiz. Buni saqlab olamiz. Buni saqladik. Endi tekshirib ko'rishimiz mumkin. run server deb kirib ishga tushirsak,
Ko'rib turganingizdek dastur ishga tushdi. Hozircha yana bir to'xtatamizda Python manage by create super user, ya'ni bitta admin foydalanuvchisini yaratib olaylik. Super user nomini loginni kiriting deyapti. Yani email adres kiritamiz. Parol yarating deyapti. Takrorlaymiz. Yaratildi. Endi tekshirib ko'rishimiz mumkin. Yana qaytadan bir ishga tushiraylik. Ishga tushgandan keyin mana bu qismga admin bo'limiga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek Django administratsiya bo'limi ochildi. Bu yerga o'sha loginni kiritaman. Parolni kiritamiz va loginni bosamiz. Tizimga kirdik. Post degan bo'lim qo'shilgan. Post ichiga add bo'limi yordamida ma'lumot qo'shishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek bizda ikkita maydon bor, title va text. Title'ga bu masalan birinchi post deb nomlasak, buni ichida har qanday ma'lumot qo'yishimiz mumkin. Bu yerda birinchi yangiliklar keltirilgan. Saqlaymiz. Xuddi shunday yana bitta ma'lumot qo'shaylik. Bu yerga ikkinchi post deymizda, bu yerda ikkinchi yangiliklar keltirilgan. Saqladik. Ikkita ma'lumot bor. Ko'rib turganingizdek post object 1, post object 2 turibdi. Sal bizga noqulay. Buni qulay ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Yana models ichiga o'tib, bu yerda quyidagicha bitta metod yaratamiz. Ya'ni dunder metodlar edi bu. Str self deymiz. Nuqta return self nuqta title kirsak, ya'ni sarlavhani qaytarsin. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Yangilaymiz. Mana birinchi post, ikkinchi post. Ustiga bosganimizda mana ma'lumotlar kelib chiqaveradi. Endi shu ma'lumotlarni web sahifada chiqarishimiz kerak. Buning uchun hozircha bu loyihani to'xtatib turamiz. Buning ichida yana make dir templates nomli papka yarataylik. Papka yaratdik. Yana Visual Studioga o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek templates nomli papka yaratildi. Endi o'zgartirishda views ichiga o'tamiz. Buni ichida Django.views generic deyimizda import list view, ya'ni ro'yxat shaklida chiqarishni boshlaymiz. .modelsdan postni chaqirib olamiz. Buni ichiga yana class yaratamiz. Class home page view deb nomlaymizda. Bu list viewdan vorislik olsin. Buni ichiga model o'zgaruvchisiga postga tenglaymiz va template name barobar home.html deb saqlaymiz. Bunu saqladik. Endi settingsga o'tamiz. Config ichidagi biz templates uchun joyda kiritishimiz kerak. Ya'ni str base here join pass templates deb nomlaymiz. Saqladik. Keyingi ishimiz URLsga o'tamiz. URLsda
URLs'da include, bu qismda yana pass, include, buni ichida app nomi news.urls deymiz. Bizda hozircha URLs yo'q edi. News ichiga o'tib, buni ichida yana bitta new Python fayl yaratib olamiz. Buni saqlaymiz. News ichida nomini urls deb saqlaymiz. Buni ichiga from django.urls import pass deymiz. Pastga tushamiz. From views import from page view chaqiramiz. URL patterns barobar pass birinchi yo'lni ko'rsatamiz asosiy sahifa uchun. From page view s view bizda class bo'lgani uchun kiritardik bu funksiyani va nomini home deb qo'yamiz. Virgul qo'yib saqlaymiz. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Xatosiz ishga tushdi. Brauzerga o'tib xatolik berdi bizda. Ya'ni bu yerda ham nimadir xatolik bor deyapti. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bunda home page viewda xatolik yo'q. Viewsda home hammasi joyida. URLs news URLs deb kiritdik. Buni ichida news bor. Asosiy xato bitta narsa HTML fayl yaratmabmiz. New text fayl bosamiz. Buni saqlab, ya'ni templates biz yaratmagan edik. Templates ichida buni HTML fayl deymiz. Va buni home deb nomlaymiz. Unda belgisini bosib enter bossak, mana yangiliklar va buni ichiga masalan h1 tagi yordamida kun yangiliklari deymiz. Buni ichida UL ro'yxatdan foydalanishimiz mumkin. Buni Django kodini kiritamiz. For post in object list li post title va buni o'lchami h2 da chiqib kelsa, masalan h2 kenglikda va bu ham h2 bo'lsa, keyingi qatori esa ya'ni pastga tushib, break so'zining qisqartmasi, ya'ni br tagida yangi o'zgaruvchisi post nuqta text va mana bu qismda biz for'da tugashimiz kerak. And for saqlaymiz. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlarimiz chiqib keldi. Endi shu yerda bizning yana admin bo'limiga o'tadigan bo'lsak, postga yana bitta qo'shimcha ma'lumot kiritaylik. 3-chi post bu yerda 3-chi post bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Saqlaymiz. Saqlandi. Boyaga sahifani o'ziga o'tib o'tsak, mana 3-chi post ham paydo bo'ldi.
prasmotr kodi страницы qilsak ham, mana ko'rib turganingizdek, o'zi avtomatik tarzda Django kodlarini ko'rsatmayapti. E'tiboringiz uchun rahmat.